Hop, aka bu qancha ketgan endi mashinga? 2,5 yil. $1000 ga? O'lik. Akkumulyatori mana edimi? Hop. O'lik. Mana o'ziniki ekan-a. O'lik. Hozir $1000 ketganmi aka? Voy. 2 yil oldin desiz. Menimcha hozir anaqa ham bo'lsa kerak. Hozir ozdan bo'lsa kerak, zatnomoslari bilan boshqasi oddiy motorlarga. Mashina zo'r chiqibdi, aka. Bu qolasa bitta shunaqa test beradi, shunaqa moqsiyman. Men endi lavoy qilmoqchiman bunaqa narsa. Lavoy qilmoqchiman. Ha, hozir buni aptashab turib lavoy qilmoqchimisiz? Yo'q. Ha. Keyingisi ham boshqa o'rnatamizda. Ha, yo'qsam aka, nomerimni olsangiz, mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanaman. Hozir bitta proyekt qilib turib, chiroyli sizga qilib beramiz. Aynan narsasini. Xudo xolasa. Mana shu yaqin o'tida aka, bizniki ham.